Xo'p, Dubaydan kelgan tovarlar HP, Dell, X360, sensorning Core i5 har xil parametrdagilar hozir mana video davomida bilib olasizlar narx-navo va parametrlari. Xo'p, notebooklarimiz HP Core i5 11, 14 dyum, ProBook, klaviaturasi podsvetkali bo'ladi, metallitsik korpus bu yoqda отпечаткасы ham bor. Xo'p, zaryadchiga Type-C bo'lar ekan, USB portlari, HDMI portlari bor. Notebookimiz holati normal holatda. Buni notebookimizning narxini $263 dan. Bundan 30 ta bor ekan. Mana 30 tasini ichida ayrimlarini ko'rsatib o'tamiz, holatlarini. Mana bunaqa. Xo'p, faqat angliyskiy harf bo'lar ekan. Отпечаткали. Birargilarda klaviaturasi bez podsvetki ekan, e'tibor qaratinglar. Podsvetkasi yo'qlari ham bor ekan. Ulgib qo'yganlar boshida manaqa podsvetkasi borini oladi, ulgurmaganlar oxirroqda podsvetkasi yo'g'ini oladi. Hammasini holati har xil. Bemalol tanlab olsanglar ham bo'ladi, kelmoqchi bo'lsanglar mana. Bundan 30 ta bor. Bunaqadan 30 ta bor ekan. Xo'p, keyingisi mana hozir 5 tasini ko'rsatdim, 30 ta bemalol kelsanglar bo'laveradi. Xo'p, keyingisi 15.6 dyumli, boyagi 14 dyum edi, bunisi esa 15.6 dyum. Qaranglar, artib tozalagan ham ulgurmadik. Ochdik, sizlarga tezroq shoshilib video qilishga harakat qilyapmiz. HP ProBook Core i5, bu ham 11-avlod bo'ladi. 15.6 dyum. Bundan 20 ta bor. Bu ham klaviaturasi podsvetkali, отпечаткали, metallitsik korpus variant. Bu ham zaryadchiklari Type-C bo'lar ekan. Xo'p, bu notebookimizning narxi $301 dan chiqadi. $301 dan juda ham ajoyib narx. Bundan yana bor. Xo'p, hozir mana bundan 20 ta. Mana holatlari normal. Endi mayda-chuyda ayblariga e'tibor qaratmaysizlar. Narxi juda ham zo'r, shokolad narx. Arzon keldi, arzon sotib olishga harakat qilyapmiz. Tezroq sotib tugatsak, yana yangi tovarlar keladi, xudo xolasa. Mana 15.6 dyum notebooklar. HP ProBook $301. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Buni hali boshqalarga o'xshatib, mana ezilgan joy bor ekan. Mishka kovriklari yo'q, faqat zaryadchi bo'ladi komplektida, xolos. Korobkada kelmagan. Bu notebooklarimiz katta bitta butun korobkada keldi. Xo'p, keyingi modellarimiz Dell modellari. Buni olib qo'ying. Xo'p, notebook dunyosida Toshkentda Malika bozorida do'konimiz, kelib olib ketsanglar ham bo'ladi. Mana Dell notebookimiz 14 dyum, 360 gradus aylanadi. Ekrani sensor, planshet qilib ishlatsa ham bo'ladi. Xo'p, adashmasam shu yerda отпечаткасы bor, adashmasam. 100% garantiya berilmaydi. Отпечаткасы bo'lish ehtimoli katta. Podsvetkasi bor, faqat angliyskiy, yana e'tibor qaratinglar, angliyskiy. Dubaydan kelgan, bu amerikanskiy notebook bo'lsa ham kerak, tagi menimcha. Xo'p, bunaqa Dell'larimizdan 8 ta bor ekan, adashmasam. Yo'q, bundan 25 ta. Sensorning X360 dan 25 ta. Narxi $337 dan bo'lardi. $337 dan 16 ga xo'p, 256 GB bo'ladi buni pametlari. 16 mana. Yoniq ekan mashinasini ko'rsatib beray. Xo'p, sign in inglizcha ekan Windows'lari ham. Xo'p, protsessor Core i5 1135G7 protsessor, operativkasi 16 GB, xotirasi 256 GB, SSD, NVMe, bitta встроенный video karta, Intel Iris. Ko'ryaptimi? Intel Iris graphics video karta bu yerda. Ekrani Full HD bo'ladi. Operativkasini chastotasi tezligi 4267 LPDDR. Pioneer operativka bu yerda turibdi. Bunaqa X360 aylanadigan notebookimizdan 25 ta ekan, $337 dan. Xo'p, buni ham olib qo'yamiz. Keyingi notebooklarimiz. Keyingilari Dell. Bundan 8 dona kelgan ekan, ozroq kelgan. Ekrani adashmasam 13 dyum. Juda ham ixcham, juda ham yengil, qo'limda ham maza qilib ko'taryapman. Bu ham klaviaturasi yonadi. Buni ham adashmasam отпечаткасы bor. Full HD IPS ekran, juda ham tiniq
ekran, bu Dell'lar juda ham sifatli ekran bilan chiqaradi notebooklarni. Shu yerda SIM slot bor ekan, lekin SIM karta tushmasa kerak, adashmasam bunga SIM karta tushmaydi. Bularda narxini bo'lsa, hop, $242 dan qilib beramiz. 8256 ni. Screenshot qilib olib narxini ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Hop. Bu sensor ekan, adashib ketibmiz. Sensor emas. $242 notebooklarimiz sensor emas. Core i5 11-avlod, mana 180 gradus ochiladi. Ekrani IPS, juda ham chiroyli dizayn, notebooklarimiz rangi ham ajoyib. Endi mayda-chuyda ayblari bo'lishi mumkin, e'tibor qaratmaysizlar. Endi mayda-chuyda ayb deganda ozgina qirilgan, chizilgan joyi bo'ladi, atak mana ko'rsatyapmiz. Ideal holatga o'xshab turibdi, o'zi общий ma'noda zo'r. Garantiyalar beriladi. 3 oylik garantiyalarimiz bor bu notebooklarda. Windowslar tayyor qilib, ishlashga tayyor holatda qo'shimcha programmalar ham yozib beramiz. Bundan 8 ta ekan. Shundan qilib do'stlar, notebook dunyosida Dubaydan kelgan tovarlar, shoshiling, chunki eng zo'rlarini eng birinchi olganlar olib ketadi. Mayda-chuyda aybi bor, shunaqa kichkina matinasi bor notebooklar oxirida qolib ketadi. O'gib qolinglar, mana price. Shu sizlarga beriladigan price. Muddatiy to'lovga hozircha bermayapmiz, vaqtinchalik. Xudo xolasa berishni boshlaymiz yana. Shu va shunga o'xshash assortimentlar Notebook dunyosi kanalida Telegram, Instagram, TikTok, YouTube profillarimizga obuna bo'lib, ajoyib qiziqarli yangiliklarni ko'rib, tomosha qilib kuzatishda davom eting. Behzodbek Sayrasolov sizlar bilan. Xudo xolasa sizlarga eng zo'rlarini, eng yaxshilarini ilinamiz, taklif qilamiz. Mutlaqo ishonchli, hech qanaqa yashirincha, oshiqcha boshqa to'lovlar yo'q, dastavkasi bepul. Chiroyli notebooklar. IT bilan shug'ullanadigan o'quvchilar, talabalarga, treyderlarga, buxgalterlarga bemalol to'g'ri keladi. Даже ortig'i bilan bu yerda. Shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni va notebook qidirib yurgan do'stingizga videoni ulashib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.